Uzun bank kartasini ko'pchilik zakaz qilmayotgan ekan. Hozir qisqacha tushuntirib beraman. Uning uchun mana seller pastga chiziqcha uz7 kanaliga kirib olamiz. Bu yoqdan mana shu postni topib olamizda. Mana buyurtma joyi chiqadi. Buyurtmani ustiga bosamiz. Keyin uzun prilojeniyasi ochiladi. Bu yoqdan telefon raqaminglarni kiritasizlar, keyin tasdiqlash SMS keladi, uni yozasizlar. Undan keyin parol o'rnatish chiqadi. O'sha parol o'rnatishni ko'pchilik qilolmayotgan ekan. Mana qanaqa o'rnatishni aytaman hozir. Tak. Uning uchun bosh harfda birinchi harfini yozasizlar, katta harfda, keyingilarini kichkina harfda yozasizlar. Keyin 4 tami 5 ta nomer yozib, keyin qanaqadir belgi qo'yib yuborasizlar. Misol uchun mana dollar belgisi, keyin kuchukcha belgisi, mana shunaqa belgilarni qo'yib yuborasizlar, keyin parol o'rnatilinadi. Undan keyin pasport so'raladi. Pasportinglarni o'sha seriya harfi и nomerini yozib yuborasizlar. Keyin uzum kartasida chiqadi o'zi, o'sha ustiga bosasizlar-da. O'sha yerdan karta buyurtma qilish chiqadi. O'shani bosasizlar. Bosganingizdan keyin qayerga zakaz qilishni chiqadi. Yandex kartalari ochiladi. U yerdan uzumni logolari chiqadi. Mana shunaqa logolar turgan bo'ladi kartada. O'sha logosini tanlasanglar, o'zingizga yaqin bo'lgan logolarni tanlaysizlar. Uning uchun lokatsiyalarni yoqib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Keyin mana shu mana o'ng tarafida shu strelka joyi chiqadi. O'sha strelkasini bosib olsanglar, o'zingizlarni turgan joylarni belgilaydi. Yaqin joyni belgilab olasizlar o'zingizlarni. Logo, uzumni logosi chiqadi. O'shani tanlab olasizlar. O'sha yerga yetkazib beradi. Punktni tanlaysizlar. Kartamatni tanlab qo'ymanglar, punktni tanlaysizlar. Kartamat tanlanmaydi. Kartamat hamma yoqda ishlamayapti. Punktni tanlasanglar, keyin sizlarga shu 3-4 kunning ichida yetkazib berishadi. O'zbekistonning xohlagan joylariga tekinga yetkazib berishadi. Keyin SMS keladi. O'sha SMS kelganda borib olib ketaverasizlar. Pasportinglar bilan borasizlar. Har kuni 10 dan 8 gacha ishlaydi. Mana shunaqa qilib zakaz qilinadi. Unaqa qiyin joyi yo'q. Kartani ham qaranglar, lokatsiya joyini yoqasizlar. Ana o'shandan keyin o'zingizlarni turgan joylarni belgilaysizlar. O'ng tarafda strelka chiqadi, o'shani belgilasanglar turgan joyingiz chiqadi. U yoqdan o'zingizga yaqin bo'lgan uzum logosini tanlasanglar, o'sha yerga yetkazib berishadi sizlarga.